Assalomu alaykum, Ohu Physio IQ kanali kuzatuvchilari. Bu kanalda siz darslarda o'tib borilgan mavzularni takrorlab, yanada chuqurroq o'rganib olishingiz mumkin. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz fiziologiya faniga kirish hujayra membranasi haqida bo'ladi. Fiziologiya fani boshqa fanlar singari bo'limlarga bo'lingan hisoblanadi. Bular 6 ta bo'limdan tashkil topgan: umumiy fiziologiya, xususiy fiziologiya, solishtirma fiziologiya, evolyutsion fiziologiya, ixtisoslashtirilgan yoki amaliy fiziologiya, odam fiziologiyasi hisoblanadi. Fiziologiya fani boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Masalan, odam anatomiyasi, biokimyo, gistologiya, embrionologiya va boshqa fanlar. Fiziologiya fani o'zi nimani o'rganadi? Fiziologiya fani odam organizmidagi a'zolar, to'qimalar, hujayralarda boruvchi funksiyalarni o'rganib, ularni to'g'ri yo'naltiradi. Fiziologiya fani borki, biz odam organizmida boruvchi kasalliklarni o'rgana olamiz va davolay olamiz. Hujayra membranasi haqida gaplashadigan bo'lsak, hujayra membranasi sitoplazmatik membrana, protoplazmatik membrana, plazmalemma deb ham nomlanadi. Hujayra membranasi 3 ta komponentdan tashkil topgan bo'ladi. Bular oqsil, uglevod, lipidlar. Asosiy qismini oqsil tashkil qiladi. Bular 60% dan iborat. Lipidlar esa 40%. Uglevodlar ba'zi bir adabiyotlarda 5% ni, ba'zi bir adabiyotlarda 10% ni tashkil etadi. Hujayra membranasi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu hujayrani sxematik chizmasi hisoblanadi. Ikki qator fosfolipidlar deganimiz bular lipidlar, ya'ni tepada gaplashib o'tilgan lipidlar. Fosfolipidlarning gidrofil boshchasi, gidrofob oyoqchalari yoki dumlari bo'ladi. Bular gidrofil degani suvda eruvchan, gidrofob degani suvda erimaydigan. Ya'ni o'sha moddalarni suvda erish, suvda erimasligiga qarab o'tkazuvchi hisoblanadi. Undan tashqari, hujayra membranasiga botib kirgan integral oqsillar va hujayra ichida joylashuvchi periferik oqsillar bo'ladi. Integral oqsillarning asosiy vazifasini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Darsimizni ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu membrana bo'ylab transport hisoblanadi. Membrana bo'ylab transport bizada shu moddalarni hujayra ichiga kirishga yoki hujayradan tashqariga chiqishga yordam beruvchi transport hisoblanadi. Hujayra membranasida transport ikkiga bo'linadi: mikrotransport va makrotransport. Mikrotransportni o'zi ham ikkiga ajraladi: aktiv va passiv. Aktivi ham ikkiga ajraladi. Bular birlamchi va ikkilamchi. Passiv diffuziya, osmos, filtratsiyaga bo'linadi. Diffuziyani o'zi ham oddiy va yengillashgan hisoblanadi. Makrotransport esa 3 ga bo'linadi. Bular endositoz, ekzositoz, transsitoz. Endositozni o'zi fagositoz va pinotsitozdan iborat. Diffuziyaga ta'sir etuvchi omillarga bular konsentratsiya gradiyenti, elektr gradiyenti, bosim gradiyenti bo'ladi. Konsentratsiya gradiyenti bu nima degani? Konsentratsiya gradiyenti oddiy tilda aytadigan bo'lsak, bu tuzlik suvni oddiy suvga qo'shganimizda o'sha sho'rlik konsentratsiyasini bir xillashishini misol qilib olishimiz mumkin. Elektr gradiyenti esa bu manfiy zaryadlarning musbat zaryadlar bilan o'rin almashishini misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi. Bosim gradiyenti esa bilamizki, bosim kuchli tarafdan bosim past tarafga qarab yo'nalishini misol qilib aytishimiz mumkin. Membrana bo'ylab transportni har bittasini chizmalarda alohida tushuntirib berishga harakat qilaman. Hujayra bo'ylab transportni gaplashadigan bo'lsak, diffuziyadan boshlaymiz. Xo'sh, diffuziya ikkiga bo'linadi dedik: oddiy yoki passiv. Oddiy yoki passiv, yengillashgan. Bular asosan shu hujayra membranasida joylashgan poralar, ya'ni
ikkita fosfolipidlar orasidagi teshikchalarda boruvchi jarayon bo'ladi. Chizmada ko'rib o'tamiz. Oddiysi bilan yengillashganligini farqi faqatgina sekin va tez borishda bo'ladi. Oddiyda sekinroq boradi bu jarayon, yengillashganda esa tezroq boradi. Ikkalasida ham modda kirganda, masalan, kislorod yoki SO2, ya'ni karbonat angidridni oladigan bo'lsak, bular ikkalasida ham shu poralar orqali hujayra membranasidan o'tib, hujayra ichiga kiradi. Faqatgina sekin va tezligida farqi bor. Keyin bu ikkalasida ATF sarflanmaydi, ya'ni energiya sarflanmaydi. Birlamchi transport va ikkilamchi transportni gaplashadigan bo'lsak, birlamchi transportda asosan bunda moddalar tashqaridan ichkariga, masalan, natriy, hujayra ichidan tashqariga chiqish jarayoni bo'ladi. Masalan, natriy kiryapti, kaliy chiqyapti. Birlamchi va ikkilamchi transportda ATF sarflanadi, ya'ni energiya ajraladi bunda. Ikkilamchi transport ham xuddi birlamchi transportga o'xshaydi, lekin ikkiga bo'linadi. Bunda ko-transport yoki simport deyiladi. Simport. Ikkinchi turi esa kontrtransport yoki antiport deyiladi. Bunda sxema tarzida tushuntiradigan bo'lsak, ko-transportda bitta modda, masalan, natriyni oladigan bo'lsak, natriy o'zi bilan hujayra ichiga glyukozani olib kiradi. Kontrtransport yoki antiportda esa o'zi nomi bilan aytib turibdi. Anti, ya'ni qarama-qarshi degani. Bunda hujayra ichkarisiga bitta modda, masalan, natriy kiradi, hujayra tashqarisidan esa vodorod chiqib ketadi. Vodorod ionlari chiqib ketadi. Shu tushunchaga biz antiport deymiz. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Darslarimizni Telegram va YouTube kanallarida kuzatishda davom eting. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.